Ikki molar nisbatda olingan ikki xil alkil galogenitlar aralashmasi natriy bilan reaksiyasidan 2,5 mol 2 molar nisbatda alkanlar aralashmasi 675 gram tuz hosil bo'ldi. Galogenni aniqlang deyapti. Yana boyagi reaksiyamiz, suyuqsiz reaksiyamiz. Alkanlarimiz 2,25 moldan deyapti. Demak, 1 ga 2 mol nisbatda bo'ladigan bo'lsa, 2,25 bo'ladigan bo'lsa, bu 4,5 molga to'g'ri keladi. 1 ga 2 mol nisbatda bo'lganligi uchun. Demak, natriy galogenitimiz 675 gram deyapti. 675 grami 4,5 mol ekan. 1 molni massasi qanchaligini aniqlab qo'yamiz. Chiqadi bizda 150 gram. 150 gramdan natriy massasi 23 ni ayirib olsak, 127 kelib chiqadi. Demak, galogenimiz yod bo'lgan ekan. Javobimiz D varianti.